Assalomu alaykum aziz do'stlar hamda kanalimiz qadrli obunachilar, jigarlar, kanalimizga xush kelibsizlar jigarlar. Videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu hovli sotiladi jigarlar. Iltimos qilgani uchun mana shu hovlini sotuvga chiqarib beryapmiz kanalimizga jigarlar. Mana ko'ringlar, hozir noldan hammasini tanishtirib o'taman jigarlar. Dokumentalni общий 24 so'dik. Manzil qayerda desalang, Chilchir Chashma, ya'ni 5x4 bo'limda jigarlar. Mana atrofimda hamma hamsiyalar bor. Bu ikkita mol hisoblanmaydi, bizdan emas. Mana bu bitta oshxona, sklad, birinchi xona, ikkinchi xona, u yerda mehmonxona fundament tashlangan, u yerda bir kamaz tosh, bir kamaz gravel kelgan. Xullas mana shu bu fundamentlarga keladigan bo'lsak, oldin ikki xona uchun fundament tashlangan ekan. Bular buzdirib tashlab, o'zlarini xohlagandek proyekt tuzgan ekan. Xullas akaga pul kerak ekan, sotish uchun sotuvga qo'yapti jigarlar. Boshqa leshniy вопрос bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan nimaga, telefon raqamiga telefon qilasizlar. Xullas o'zi yana batafsil tushuntiradi jigarlar. Hozir hammasini yana tushuntiraman. U yerda 6 so'dik yana qo'shiladi. U yerga jetillar o'zi kelgandan keyin, kim konkretno olgandan keyin shu 6 so'dik bor, yana shu yerda mana shu stalvaning to'g'risida mana qo'shnilar yer qilib olgan o'zlari. Короче, dokumentalni qilib ekin-tekin qilish uchun mana shu yerda ko'rsatamiz hozir. 6 so'dik dokument qilgan, ekin-tekin qilsa bo'ladi jigarlar. Xullas mana shu. Xo'p, birinchi oshxonamizdan ketdik. Mana shu oshxonamiz. Yana kimki qiziq bo'lsa, kelgandan keyin ko'rsa, hamma nimalarni o'zlari batafsil ko'rsa, mana oshxona. Bu sklad, ya'ni un, bug'doy turadi. Mana elektromontaj, xullas hamma nimalari tayyor bo'lgan. Mana montajlari, shkaturkalari tayyor. Fasad shkaturkasi tayyor. Mana ikkinchi xonamiz. Mana bu aytaykim, mehmonxona fundamenti. Bu yerda biz ham navis qilib, mashin kiradigan qilib, hozir zamonaviy nimada qilamiz degan, lekin afsuski pul kerak uchun sotyapman. Bu yerda ikkita xonaning joyi tashlangan, mana qazib tayyorlab qo'ygandi, tosh, gravel olib qo'ygan edi. Bular qilinmadi, sotiladi degan uchun. Ya'ni sizlarga aytgan 6 so'dik mana shu yerdan tushadi. Mana shu yerda 6 so'dik. Ana shu hamsayamiz nimasigacha, nima deydi, territoriyasigacha, chegarasigacha xullas mana shu yerdan 6 so'dik chiqarib olsa bo'ladi. Jetillar kelib dokument qilgan. Mana shu hamsayamiz qilgan ekan, mana 6 so'dik. Bu uydan tashqari mana shundan buyagi 6 so'dik joyda chiqarib olgan, ekin-tekin qilib bug'doy ekib qo'yibdi. Adres yana bir bor eslatib o'taman. 5x4 bo'limda ekan jigarlar. Kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul kelsa savdoni qilasizlar. Narxi bo'ladigan joyi 150 ming, 180 ming, 150 mingga beramiz demayapti. Faqatgina bo'ladigan narxda kesib aytyapti. Chunki sababi pul kerak ekan. Yana bir bor ko'ringizlar, kimga qanday mana hovlini nimalari yaxshilab ko'rib olingizlar, mana kirisha nimalari, atroflarni ko'ringizlar. Shkaturka bo'lgan hamma nimalar mana. Shunday ekan jigarlar, kanalimizga xush kelibsizlar jigarlar. Like ni bosamiz, ekrandagi nomerga telefon qilamiz batafsil ma'lumot uchun. Xullas jigarlar, kanalga like ni bosib, videoni tarqating. Bizga podдержка bo'lsa, biz yana yangiliklar chiqaramiz jigarlar. Shunday ekan, omad hammaga, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.